10. avlod kolxoz sivik degan bolalar shashtironglar hamda. 10. avlod kolxoz sivik qilmagan bolalar shashtironglar mana shu kitob kelib qoldi. Mana bu 2018-niki 1/5 10. avlod xavxaban kolxoz sivik. Mashina pakiz. Mana qaragan bo'lsak, mana bu 17-niki bu mal 1/5 xavxaban sivik. Aniki men 10. avlod sivikni men jiq Urumchilaribdiki bolalar jiq oldi kelsizlar. Urumchi jentingni yo'qmi degan bolalar mana mushu seppasak bo'laverdi. Bay necha vaqt nega biz shu sidayotgan mashina to'rdan, Xotan, G'ulja, Urumchi, Bo'rtala, uya-buya jiqra sidayotimiz, men yaqin bolalar kelib ketibdi. Shu Urumchi bilan bu yerni ko'rgan men indirimiz, xotirjam asanglar shu Urumchi jentingni ilib olsa, biz deganda chiqmay qolib qolsa, bir mo'cha pulni tutmay shu jenting qo'yib qo'ysa, pulni ilib ketsa bo'ldi. Ben mashina mashina so'z etdik mana. Her ishkilisa qo'lxot 18dan 17dan pul keldik. 2018-niki 1/5 xavxaban kolxoz sivik. Boldiganlar yerinde emas, talışgan bollar qishqinmanglar, ham avarqinmanglar. Bahası 54 ming koy. Endi mayak qalargan bo'lsa 2017-niki 1/5 xavxaban kolxoz sivik. Mashina to'mak tava almash yo'q. Ma'lum boldiganlar yeri 52 ming koydan bo'z bo'ldi. Unda bas shash turib mashinaga. İnalton yaş olsa bir ta kimlikler eylem gitarlarsa. 60 ming sivikalımız. Heves kertem ben de. Her işkilisi muzdek, müzeklek. Maaşki maşına şaştırmamdası.